qitimqi o'lim voqeasi buna ig'ir musibat. Aniq bo'lgan son 44, ammo 44 mi, 104 mi, o'ningdan jiqmi ozmi biz bilmaymiz. Biz bu sonliq ma'lumotlarni bilmaymiz. Ammo bu yerda shuni bilishimiz kerakki, kuyib o'lib ketgan bir turkum qarindoshlarimizning xabari aniq bizga yetib keldi. Buningki g'iyobiy janoza namozlarini o'qiyotimiz masjidlarda. Hattoki ba'zi biz taniydigan, biladigan kishilarningki urug' tuqqanlariningki kuyib o'lib ketganligini bildik. Bu kuyish, o'tda o'lish masalasi bu oddiy bir o'lim emas qarindoshlar. Faqat biz shu bechora, shundoq mazlum millat bo'lganligimiz uchun hozir bu ishlar ün-tünsiz dunyoda yo'qolib ketgani boshlayotdi. Bunda bo'z bo'lmaydi. Aslida biz bo'lsa shu Turkiyadagi bir yerda yashayotgan qarindoshlar texmi kuchash kerak. 10 minglarcha odam kelish kerak. Bo'lsa bu turk qarindoshlarimizni qo'zg'atishimiz kerak. 100 minglarcha odamlar bilan yurish qilishimiz kerak. Bu odatdagi bir masala emas, bir qo'limiz kuyib ketib qolganlar bilamiz buni. Odatdagi masala emas. Bu Xitoy davomli zulm qilib kelayotgan edi. Bu qitimqi zulm bu boshqacha bir zulm bo'ldi. Buni kuyib ketdi emas, kuydiryapti deb tushunamiz. Xitoy zolimlari qarindoshlarimizni kuydiryapti. Resimlarda ko'ryapmiz, ishning teshidan ishlarni qulubli etsa, bu insonlar uydan talog'i chiqolmasa, bo'lmasa o't ketgan yer deganda videolarni ko'rdik-ku, bir yillik insonlar uxlab qoladigan, mana bir hech nimani bilmaydigan, his qilmaydigan bir vaqt emas ekan. Shu naq maydonda mana binoga o't ketdi, miyada o't ketdi degandek ovozlarni angladik, videolarga tortilgan shu ko'rinishlarni ko'rdik. Nima uchun bu insonlar qochonmadi bu yerdan? Nima uchun qochonmadi? Qochonmaslikda ishning tishi qulpilaqliq. Kim qulpiladi? Xitoy zolim davlati qulpiladi. Unda olgandan demakki buni kuyib ketdi emas, kuydiryapti. Xitoy zolim davlati insonlarimizni kuydiryapti. Ya'ni mushunda qilib o'ltiryapti. Bu masala kelgan vaqtida biz himmat qilishimiz kerak, bo'limizni chin bog'lashimiz kerak. Ba'zi farqli qarindoshlarmi aslida qanchalik ko'plab chiqsa bo'ladi. Mening o'ylig'imda hamda buni hamma odam bilgandan alohida jiq bir tashviqotli qilinmasa bu odamlar yig'ib ketishi mumkin, to'kilib ketishi mumkin deb tasavvur qilgan edim. Afsuski u darajada yana qarindoshlar jiq emas. Bu g'afillik bizni Alloh saqlasin, taqim tugashtiryapti qarindoshlar. Tugashtirdi. Hilmi mushu g'afillik sababidan mush kunga qoldik. Hamda mushu Turkiyada turayotgan, mushu Sapaköy, Zaytunburnuda turayotgan mushu qarindoshlar yana mushunday g'afil holatda turaversak, bizga bu yarashmaydi. Bu musulmonligimizga yarashmaydi. Uyg'urligimizga yarashmaydi. Bizning axloqimizga yarashmaydi. Shuningga qarindoshlar chin turayli. Bu birinchi deydigan so'zim, ikkinchi deydigan so'zim qarindoshlar mushunga o'xshash faoliyatlar bo'lib qolsa, buni alohida qonimiz shu yetib ketkichilik, ovozimiz tutib ketkichilik chaqir qilishning hojati yo'q. Vatan hammamizning tang vatanimiz. Hammamizning tang qarindoshlarimiz. Hozir qash vatandagi ovozini anglatish uchun har xil shakllar bilan tushuntirayotgan ba'zi bir videolarni ko'ryapmiz. Ashular zulmning ichida turib da'vatida shu gapni. Biz ma erkin dunyoda turib, erkin gap qila oladigan yerlarda turib, biz hozir yetarlik kuchmayapmiz. Shunga qarindoshlar chin turishni, himmat qilishni, belimizni mustahkam bog'lashni umid qilamiz. Alloh hammalardan rozi bo'lsin.